1 oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni bayrami arafasida O'zbekiston tumani Zinashli mahalla fuqarolar yig'inida Universal ta'lim akademiyasi xususiy ta'lim muassasasi faoliyati yo'lga qo'yildi. Shu munosabat bilan bo'lib o'tgan tantanali ochilish tadbirida tuman hokimligi, nuroniylar, ustoz murabbiylar, o'quvchi yoshlar va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbirda so'z olganlar barchani o'qituvchi va murabbiylar kuni, umumxalq bayrami va yangi maktabni foydalanishga topshirilishi bilan samimiy tabrikladilar. Keyingi yillarda maktablarda zamonaviy sharoitlarni yaratish, o'qituvchi nufuzi va ta'lim sifatini oshirish, tizimda xususiy sektor ulushini kengaytirishga katta e'tibor qaratilayotganligi e'tirof etildi. Mazkur yangi maktab ham faoliyati davomida ulkan muvaffaqiyatlarga erishish uchun o'z oldiga aniq maqsad va vazifalarni qo'ygan holda o'quvchilarga ta'lim beradi. Tadbir davomida bilim egallashda ilk zafarlarni qo'l kiritgan zukko o'quvchilar va ilg'or pedagoglar, tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlandilar. Ko'rsatilgan bunday e'tibor uchun soha vakillari o'z minnatdorchiliklarini izhor etdilar. Bugungi 1 oktyabr ustoz va murabbiylar kunida bu akademiyamizning ochilishi nihoyatda ustozlar uchun, mana bu Nursiq xalqi uchun katta his-hayajon, quvonch olib keldi va bugungi shodiyona qo'shaloq bayramdan nihoyatda o'quvchilarimiz xursandmiz. Bizda Universal ta'lim akademiyasi xususiy maktabini shu bunyod etganimizda bitta oldimga katta maqsad qo'ygandim. Mana prezidentimiz ko'p bor aytishadi, yangi O'zbekistonda 3-renesansni, yangi avlodni yetishtirish juda ko'p ta'kidlashadi. Meni maqsadim, xudo xolasa, mana shu Universal ta'lim akademiyasi xususiy maktabida ana shu 3-renesansni yaratadigan o'quvchilar xudo xolasa yetishib chiqishadi. 1 oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan butun mamlakatimiz ustozlarini ushbu bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Tadbir qatnashchilari ta'lim muassasasida o'qituvchi va o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Quyi sinf o'quvchilariga mo'ljallangan muassasa eng zamonaviy o'quv qurollari va jihozlari, multimedia vositalari bilan ta'minlangan. Bu yerda boshlang'ich sinflarda matematika, ingliz va rus tili fanlari, yuqori sinflarda esa tibbiyot, iqtisod va huquqshunoslik yo'nalishlari oliy toifali hamda malakali o'qituvchilar tomonidan chuqurlashtirilib o'qitiladi. Ushbu ta'lim maskani prezidentimiz ta'limga oid islohotlarni eng chekka qishloqdagi amalga oshirgan ishlar sifatida ko'rinmoqda. Bu maktabimizda o'quvchilarga kuchli bilim bilan bir qatorda inson qadri naqadar ulug' ekanligi o'rgatib boriladi. Men ushbu jamoada ishlayotganimdan juda ham faxrlanaman. Ushbu maktabda o'quvchilarning sport bilan shug'ullanishlari uchun katta imkoniyatlar va sharoitlar yaratilgan. Tajribali sport murabbiylari yordamida bolalar o'zlari qiziqqan sport turlari bo'yicha mashg'ulotlarda ishtirok etib, jismoniy faoliyatlarini mustahkamlab boradilar. O'zbekiston tumanida o'z faoliyatini boshlagan Universal ta'lim akademiyasi xususiy ta'lim muassasasi ta'lim tizimida amalga oshirayotgan islohotlarning yana bir yorqin ko'rinishi sifatida o'g'il-qizlarni zukko bilimdon bo'lib kamol topishlarida munosib xizmat qiladi.